Ko'yi kosmetikasini birinchi etapida yuzimizni penka bilan yuvib olamiz. Penkasi ikki xil bo'ladi. Bittasi yog'li yuzlar uchun, bittasi ta'sirchan yuzlar uchun. Yog'li yuzlarimiz uchun shotkasi bor va ta'sirchan yuzlarimiz uchun tarkibida ekstrakt chaya bor, ya'ni choy ekstrakti bor. Juda ham yumshoq va shikast yetkazmasdan yuzimizni tozalab, keyingi uходga etaplarga tayyorlab beradi. Penka bilan yuvganimizdan keyin toner qilamiz. Ya'ni toner namlab, keyin kremlarda suramiz. Kremlarimiz 3 xili bor: kollagenovый, platsenta va gyaluronoviy kremlari bor. Ular hamma turdagi yuzlarga to'g'ri keladi. Effekti bittada bilinadi qizlar. Do'konimizga kelib, xarid qilib olib ketishinglar mumkin. Penkalab olganimizdan keyin kremni oldim. Bu toner juda ham zo'r namlab beradi. O'xti. Tonerda o'zidan yuzim shunaqa tortilganini, shunaqa namlanganini sezyapman. Asha zo'r, hidi ham zo'r. Masalan, qo'linglar tagida paxta bo'lmasa, bunday ozgina siqib qo'limizga mana shunday qilib qo'limizga olib, bunday qilib yedirsak ham bormi? Yuzimiz rahmat deydi. Yuzimiz, bo'ynimiz, qo'llarimiz. Tonerda yedirib olganimizdan keyin qizlar, shu kremni suramiz. Kremni men platsentaligini oldim. Platsenta bu ham yoshartiradi, ham chuqur namlab beradi quruq yuzlarda. Hidi juda ham zo'r. Xullas, kelinglar qizlar, do'konimizda bor. Tez rezultat, ya'ni haqiqatdan ham rezultat ko'rmoqchi bo'lgan opa-singillarimiz uchun yoki yuzini uxud qiladigan barchaga tavsiya qilaman. Ko'yi prям меня удивили. Zo'r. Hidi shunaqa приятный, вообще zo'r. Penka, toner, udoy, kremni yaxshilab namlab surib olamiz. Ujda itaday surganlaringizda bilasizlar, yuzinglar zo'r namlanib, o'zgarishni boshlaydi xullas. Va SPF ni suramiz. SPF menga juda ham yoqdi. Oqartirib, tabiiy terimizni o'zini real oqartirib beruvchi xususiyatga ega. Men hozir yarim yuzimga surib sizlarga ko'rsataman. Qarab, yig'ilib qoladigan krem emas. Juda ham zo'r. Даже tonalka surmasdan ketishimiz mumkin ko'chaga o'sha. Quyoshdan zo'r saqlaydi, kuymaydi yuzimiz. Albatta yil 12 oy surib yurishimiz kerak. Qishda ham, yozda ham, chunki quyosh nuri baribir yuzimizga zarar demayman, qarish protsessini tezlashtirib beradi ultravioletlar. Chunki quritadi. Namlikni saqlab yursak, maxsus kremlar bilan, tim bo'lli ko'yi kremi O'zbekiston iqlimini o'rganib chiqib, biz ayollarda terlarimiz o'rganib chiqqan holda ishlab chiqarilgan kosmetika liniyasi deb topilgan. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman, albatta olib ishlatib ko'ringlar, agar qanaqa liniya olib ishlatishni o'ylab yurgan bo'lsanglar. Juda ham effekt aytyapman. Bittada men effektini bildim. Buni polni kurs qilib ishlatsanglar, juda ham xursand bo'lasizlar.